Xo'p, videoning davomi desak ham bo'ladi. Mana lo'tkamiz prosta biz где-то bugun chislo 19 a 19 biz 17 kuni keldik abitdan keyin. Soati где-то 4-3larda keldik. Boshladik ishni. Mana lo'tkamiz teshilib qoldi, haqiqatan ham texnik prичина bilan teshilib qoldi. Xo'p. Bizning baliqlar tushadigan nimalar mana bular. Men qarmoqni ko'rsatayim-da mana. Qarmoqni buni ko'ryapsizlar, ha? Qarmoq mana shu loqqalar mana shunga tushadi-da, xullas. Mana shunday qo'lday katta. Buni hali moydasi, mana yerda kattasi bordi, nima u kirib qoldi. Xullas, bu ota. Mana shundayki qarmoqqa tushadi, mana ko'ryapti hamma. Mana qarmoq, mana qo'lday xullas. Mana shunday qo'ldaylarni ham где-то hozir baliq 3 ta baliq ushlaganmiz. 1,5 kilolik loqqalarim mana shunday katta qarmoqlarni ham karasti, mana shunday karasti jiydi-da, 10 sm, 15 sm karasti jiydi. Hop. Biz mana shu qarmoqdan bu yoqqa xullas 60 dona, 62 dona qarmoqni qo'yib qo'yibmiz jiyaklarga. Pritiyak deydi, pritiyak 3 ta qarmoq tuzmaday bo'lib suvning betiga qo'yiladi, faqat bakalashga qo'yiladi. Kechasi jotib, kayf qilasizlar, qildiqda endi o'zimiz. Kechasi jotamiz, qarmoq uradi-ku, baliq shunday jigan payt karasti bakalashga bang uradi. Hozir mana tovush iho beradi-da, shunday iho beradi. Ana shunday. Baliq bo'lsa mana baliq tushgan baliqlar mana mana bunga tushgan baliq. Mana shu baliqlar tushgan xullas. Mana bu 20 kilodan ziyod 20 kilo bor. Yana bu ham mana shundayki bir 5 kilo, 6 kilo mana olsa, 6-7 kilo mana olsa ham 1,5 kilo, 2 kilo shunday. Mana shunday baliqlar tushadi. Xullas, bakalashga qarmoqni yegandan keyin bakalashga shunday o'ynaydi. Baliq jon talpasida chiqaman deydi-ku. Baliq chiqaman deb tortadi, gullatib, bakalashga paq uradi, bunda yerda iho berib paq qillaydi. Hozir o'yladim-ku. Tak что mana priroda shunday patta-matta, doroq, jingilzor shundayki nima bo'lyapti-da. Mayli